man bitta ko'rsatuv ko'rdim. Ya'ni man именно psixologlar haqida bo'lgani uchun maxsus ko'rdim o'sha ko'rsatuvni va unga ko'ra juda ko'p insonlar O'zbekiston Respublikasida psixologlarni qoralashyapti. Ya'ni psixologlar ayollarga o'zini haqqini bildirib qo'ygani uchun, o'zini menini tanitgani uchun oilalar buzilib ketyapti degan qora tamg'ani qo'yapti. Lekin hozir yaqinda Dzyudo bo'yicha Diyoraxon Tomaris qizlari degan nom ostida shunaqa bir go'zal sport nimasini, kurashni, jangni ko'rsatib qo'ydilar va g'olib bo'ldilar. Men o'yladim, Diyora qaysi psixologga borgan ekan degan fikr meni ichimdan o'tdi. O'shanda keyin 2 kundan keyin Instagramda o'sha video kelib chiqdi. Ravshan aka Turabekov degan mashhur psixolog, meni ustozim, juda katta odam, yaxshi ustoz, juda kuchli psixolog. O'sha kishiga borganliklari aniq bo'ldi. Keyin men endi aytmoqchiman, qani o'zbek qizlariga, o'zbek ayollariga psixolog kerakmikan, yo'qmikan? Sizga o'zligingizni tanitgan odam sizni manman bo'lishga, kibrli bo'lishga olib bormaydi. Ajrashmoqchi bo'lgan odam, oilani buzmoqchi bo'lgan odam psixologdan avval bu qarorga kelib bo'lgan bo'ladi. Uning uchun psixolog aybdor bo'lmaydi. Xulosani go'zal qiling do'stlar.